Hammaga salom do'stlar, mening ismim Grayson va yangi videoga xush kelibsizlar. Do'stlar, menda umuman pul yo'q va bu juda ham yomon. Hozirning o'zida kelinglar, agrodimizni tezda tozalaymiz va merga olib borib berishimiz kerak, chunki bugun uyimni pulini to'lamasam, ha do'stlar, men ijarada turaman, meni haydab yuborishadi. Shuning uchun ham tezroq ish qilishimiz kerak. Bilmadim qanday bunday bo'ldi, lekin do'stlar, hayotda bo'lib turadigan vaziyat, pul yetmay qolishi mumkin va mana bugun pulim yetmay qolgani uchun endi meni uyimdan haydab yuborishlari mumkin. Ha, bu yerda deyarli 2 yildan beri yashab yuribman va birinchi marta bunday bo'lishi, deyarli 3 oydan beri pulni to'laganim yo'q. Ha do'stlar, mana shunaqangi darajada kambag'allashib ketdim, lekin hech qis yo'q do'stlar. Bugun oyligimiz kelish kerak. Gap shundaki, mer anchadan beri pul bergani yo'q, shuning uchun ham hamma pulimni ovqatga sarflashimga to'g'ri kelyapti. Oyliksiz yashash juda ham qiyin. Shuning uchun ham hozir kartoshkalarni, sabzilarni ketma-ket ekib chiqamizda, birdaniga merga olib borib beramiz. Ozgina yeb olsam hech narsa qilmasa kerak, chunki juda ham qornim ochib ketdi. Hattoki ovqatga ham pul yo'q. Bo'ldi. Hammasi yaxshi. Tak. Merga borib beramiz. Endi pulimni bersa bo'lgani, chunki bu juda ham yomon. Assalomu alaykum janoblar. Va alaykum assalom. Xo'sh, pul bormi? Afsoski pul yo'q. Chinursin. Endi men nima qilaman? Ijara pulini berishim kerak. Kechir. O'zimda ham pul yo'q, nima ham qilardim? Ha, mayli janob mer. Umid qilamanki pulimni berasiz. Albatta beraman. Beraman deb yuribsiz 3 oydan beri. Nima ham qilardim? Bo'pti. Uyimdan haydab yuborishsa kerak bugun. Mayli do'stlar, bu qishloqdan ketishimizga to'g'ri kelar ekan shekilli. Bilmadim endi nima qilamiz, chunki buni qaranglar. Boshqa fermalar ham hech kim, Chinursin, axir fermerchilar boykot qilishmoqchi edi. Chinursin. Qo'y, jisel fermer. Hali ham boykot qilyapsizlarmi? Biz hech qanaqangi ekin-tekinni olganimiz ham yo'q, senchi? Men bugun topshirib qo'yibman. Bekor qilibsan, endi yana 1 oy bermaydi pulimizni. Chinursin, kechir jisel. Do'stlar, xullas fermerlar boykot qilishganda biz bu nima bo'ldi ana? Xullas fermerlar boykot qilishganda bo'ldi. Mer pul bermaydimi, biz ham ekin-tekinni yig'maymiz, qaytib ekmaymiz deb. Lekin men adashib esimdan chiqib bugun ishimni tugatib qo'yibman. Endi esa bo'ldi do'stlar, tamom, yana 1 oy pulimiz bo'lmaydi degani, o'z oyog'imga o'zim bolta urdim. Aks holda mer balki pulni bergan bo'lardi. Menimcha endi qashshoqlikda o'lim topishga majbur bo'lamiz. Tomlar ustidan sakrab yuramiz. Ajoyib do'stlar, bomsh hayoti faqatgina tomlar ustidan. Chinursin, nima qilishni ham bilmay qoldim. Rostni aytsam, merni bo'g'ib o'ldirgim kelyapti, lekin iloji yo'q-da. Chinursin, ijarachi keldi. Assalomu alaykum janob Stan. Va alaykum. Xo'sh, pul nima bo'ldi? Pulni bu hafta beraman. Bu hafta? Tushunarli, hammasi tushunarli. Nima qilyapsiz? Yo'q, qoching, qo'y. Yo'q, menga puling kerak emas. Shoshmang, nima? Bu uydan ket, hamma narsangni esa qaytarib berishim mumkin. Faqatgina pulni bersang. Jinurson, uydan haydayapsizmi? Narsalarni ham bering-da. Meni 3 oylik pulim nima bo'ladi? Sizni qo'ymayman. Politsiya chaqiraman. Mayli, chiqavering. Bo'pti, kutaman. Xo'sh, bu yerda hech narsa yo'q. Mayli, men ketdim. Omad. Rahmat. Chinursin do'stlar, lekin bilasizlarmi? Bo'ldi, orqamdan kelma. Ahmoqmi bu? Yo'q, hozir qishloq yonib ketadi. Chinursin shunchaki ketib yubordi o'zining qishlog'iga. Do'stlar, axir bizning kelishuvimiz shunday edi. Agarda pulni bermasam narsalarimni olishingiz mumkin deb, balki mana bu odamni uyini yoqib yuborganim uchundir. Do'stlar, bu axir qaytar dunyo deyshadi. Mana endi men ham uysiz qoldim. Chinursin, hech qachon yomonlik qilmaslik kerak. Mana yomonlikning oqibati nima bo'ladi? Endi men bomshga aylandim. Balki mana bu yerdan ozgina sabzi o'g'irlarman, chunki yeyishga hech narsa yo'q do'stlar. Tak, oldik, bo'ldi, yaxshi. Shunchasi yetib qolsa kerak, kamida yarim kunga bo'ldi. Endi esa bilmadim. Kelinglar, rostdan bomshga aylanamiz do'stlar. Bomsh hayot qiladigan bo'lsak, ozgina bo'lsa ham tirik qolishimiz mumkin bo'ladi yoki politsiyaga qo'ng'iroq qilsam mumkin. Yo'q, qo'ng'iroq qila olmayman, chunki pullarni bermagani uchun olib qo'ydim narsalarni deydi Chinursin. Mayli do'stlar, iloji yo'q, endi bomsh bo'lamiz shekilli. Qani, hozir tepaga o'taman. Agarda to'g'ri tushadigan bo'lsa, bomsh bo'lmaymiz. Agar to'g'ri tushmasa, bomsh bo'lamiz. Qani, davay. O'xshamadi. 2 Chinursin do'stlar, sizlar esa kommentariyada yozinglar, nima qilishim mumkin, qayerdan pul topsam ekan. Do'stlar, hattoki ishonmayman, baribir ham to'g'ri tushmasa kerak. Chinursin, mayli, butilkalarni yig'aylik, qayerga topshirishni bilaman, lekin birinchi navbatda bizga hattoki uy ham kerak bo'ladi. Qani. Hammasi teskari tushdi. Bo'ldi do'stlar, tushunarli. Endi bomsh bo'lamiz. Boshqa ilojimiz yo'q. Nima ham qilardik? Bomsh hayotini boshlay. Bekor otib yubordim. Mayli, qani derazani sindira olaman? Yo'q, derazani sindira olmadim. Lekin yaxshi bo'lardi, chunki bilasizlarmi, menga bu jisel borgan sari yoqmayapti. Pulim bo'lsa endi yangi uy olaman. Xolos, endi o'z sotib bo'lmayman, ijaraga olaman. Tak, bo'ldi. Biram shirin tuyulabdi sabzi, lekin hozir yeyishni iloji yo'q, chunki do'stlar, biz chidashimiz kerak. Eng och qolgan vaqtimda yeyishim mumkin. Shunchaki qornim ochganda yeya olmayman. Tak, kelinglar, endi mana bu yerdan mebelni o'g'irlaymiz, chunki bu yerdagi mebel boshqa egasiga kerak bo'lmaydi. Bu yerdagi shaharlik odam ko'chib ketdi. Uyini yoqib borgandan so'ng bu qishloqlar faqatgina odamlarni
shaharlik odamlarni yomon ko'rishar ekan deb ketib qolishdi. Bu yaxshi bir tarafdan, chunki mana bizga shuncha mebel qoldi, ikkinchi tarafdan esa mana o'zimga ham qaytdi va uysiz qoldim. Shuning uchun ham do'stlar, bu dunyoda hech qachon yomonlik qilmanglar, faqatgina Ender dunyoda mumkin. Men esa hozir mebellarni o'g'irlab bomj hayotini boshlayman, chunki biz tirik qolishimiz kerak. Tak, eshikni ham bittasini olib ketib qolsak, hech narsa qilmas kerak. Hatto bitta bomjni yomon urishganda eshik o'g'irlagani uchun umid qilamanki meni urishmaydi. Urishsa ham boshqa ilojim yo'q do'stlar, axir men katta blogerman, tanish bilish qilib hal qilib yuboramiz. Tak, mana bu yerlarni yopishimiz kerak. Bu yerni ham bo'ldi do'stlar. Endi stollar bilan yopilgan bu devor juda ham shinam bo'ldi. Bu yerda esa verstak kravatni mana shu yerga qo'ysam bo'larmikan yoki tak, stop, o'rnini almashtirishimiz kerak. Bu yerda kravat bo'ladi, kravat yonida esa verstak. Tak, qani verstak. Xo'sh, bo'ldi, olamiz va joylashimiz kerak. Hammasi shinam bo'lishi kerak do'stlar, chunki uyimiz xunuk bo'lsa ham, shinam bo'lsa plus minus yaxshi yashash mumkin. Okey, endi esa sandiqni tepasiga qo'yamiz. Bu yerni yopishimiz kerak. Yopishda esa bilmadim nimadan foydalanamiz. Do'stlar, kelinglar, korobkadan foydalanamiz. Albatta yer ishlatishimiz mumkin edi, lekin u haddan ortiq bomj bo'ladi. Shuning uchun ham kelinglar. Shunchaki men hozir juda ham ko'p korobkalarni yig'ib kelaman qishloq bo'yicha. Qadrli obunachilar, mana korobkalarni yig'ib keldim. Juda ham ko'p, lekin yetarmikan? Men shunga hayronman. Mayli, kelinglar, joylashtirishni boshlaymiz. Deraza, shisha, shunga o'xshash narsalar bizning uyimizda bo'lmaydi. Eco friendly uy bo'ladi bizda. Hammasi Apple stilda. Tak, mana bu yerni olib tashlashimiz kerak, chunki eshikni sindirish uzoq vaqt oladi. Tagidagi blokni sindirsak tezroq yer bo'lgan. Nima bo'ldi? Bloki minus bo'lmadimi? Xo'sh, menimcha minus bo'lmadi. Mayli, qurilishda davom etamiz. Undan tashqari bizga yanada ko'p bloklar kerak bo'ladi, ayniqsa mana shu kartondan, chunki biz uyimizni tagini ham qurishimiz kerak. Ha do'stlar, bu yerda hattoki yer to'la bo'ladi, chunki yer to'lasiz bilmadim qanday yashashim. Qo'shnilarni albatta uyini ozgina yopib qo'ydik derazasini, lekin boya aytgandek yer to'la qilib bo'lsak hammasi yaxshi bo'ladi. Birdaniga yer to'la qura olmayman, chunki do'stlar instrumentlarimni ham olib ketib qoldi. Hali yangidan выживание qilishimga to'g'ri keladi. Shuning uchun ham do'stlar, kanalga obuna bo'linglar. Bu yerda bomjni qishloqdagi hayoti chiqadi. Ha do'stlar, bizni sarguzashtlarga mana shunaqangi nom qo'ydim. Bomjning qishloqdagi sarguzashtlari. Agarda ideya zo'r bo'lsa, kanalga obuna bosib, videoga like bo'linglar. Tak, bu yerdan ham ochib qo'yishimiz kerak derazani. Xo'sh, kravat yonidan bittasini ochamiz. Mana bu yerda shamol kelib turishi uchun yaxshi. Bu yerda tosh va mana bu taraflarni ham yopishimiz kerak. Boshqa yana chiroyli bloklar qoldimi bizda? Mana bu yerdan pechkani olishimiz mumkin. Doskalarni ham olamiz, kelinglar. Ulardan ham o'zimizga biror bir foydali narsalarni yasab olamiz. Bulardan foydalanmasak bo'lmaydi, boshqalar olib ketib qolishadi. Mana shu ikkita pechkani ham olish kerak, lekin umid qilamanki uyim yonib ketib qolmaydi. Xo'sh, endi daraxt chopamiz. Do'stlar, mana ko'rib turganingizdek bomjlarning hayoti unchalik ham oson emas. Odamlar YouTube'da ko'rishadi, "Voy, mana bomjlar mazza qilib butilkalarni terib yashab yurishibdi" deyshadi. Yo'q, do'stlar, ko'rib turganingizdek men mana haqqoniy bomj hayotini ko'rsatyapman. Kamiga do'stlar, bu shahar emas, bu qishloq. Bu yerda yashash juda ham qiyin, ayniqsa odamlar gap so'z qilishadi. Mana kecha yurganda, bugun esa bomj bo'ldi deb. Shuning uchun ham do'stlar, bugun do'st, ertaga bilmadim, сегодня Kent, завтра ment bo'ladi. Shuning uchun ham ehtiyot bo'linglar do'stlar, hech qachon qizlar bilan gaplashmanglar. Ha, mana kirkani ham olamiz va mana bizda endi bolta va lopatka ham bor. Ajoyib. Endi esa polni almashtirishimiz mumkin, chunki bizga chiroyli pol kerak. Mana bunaqangi ahmoqona yer emas, ayniqsa yomg'ir yog'sa bu yer suv loy bo'lib ketadi, kartonimiz ham erib ketadi, lekin kartonning ustidan blok qo'yish mumkin. Yer esa yerni almashtirmasak bo'lmaydi. Bu yerga suv oqadi. Tak, yaxshi. Endi esa bu yerni asta-sekinlik bilan korobkaga almashtirib chiqamiz. Yetsa bo'ldi. Menimcha yetmay qolsa kerak, chunki ich-ichimdan sezyapman bomjga aylanganim uchun endi bloklarda hamma narsani hisoblay olaman, kartonlarda. Va mana do'stlar, aytgandek yetmay qoldi. Naqd 3 ta va uyimizni ozgina bo'lsa ham o'zgartirishimizga to'g'ri keladi, chunki mana bu yerga topishimiz kerak. Bu yerda tak, kelinglar, verstakdan olamiz. Ortiqcha baribir ham ko'rinmaydi. Bu yerda yer va yoki shunchaki doska qo'ysak ham bo'lar edi, lekin keyinchalik o'ylab ko'raman. Mana bu yerni ham yopdik. Endi yana nima qo'yishimiz mumkin? Bilmadim. Tak, tepadan olsammikin? Tepadan olsam ko'rinib qoladi-da baribir. Mana bu yerdan olsamchi? Ha, deraza ochilib qoldi, lekin xunuk bo'ldi. Qani bu tarafda? Yo'q, bu tarafdan ham ola olmayman, chunki qaranglar, hammasi xunuk holga kelib qolar ekan. Bu yerdan olsamchi? Bu yerdan ham olib bo'lmaydi. Yomon do'stlar, o'ylashimiz kerak. Qishloqda boshqa korobka qolmadi. Yana endi ancha kutishga to'g'ri keladi. Boshqa narsalarni ham har xil posilkalar kelishi uchun shulardan korobka olsam bo'ladi. Lekin mayli, iloji yo'q. Mana bu yerdan olamiz. Bu yerda endi katta panorama oynasi bo'ldi. Bu yerdan esa tomosha qilish mumkin. Mana buni olib tashlay. Вообще zo'r bo'ldi do'stlar. $1 million uy bo'ldi. Katta panorama yo'q do'stlar. Bu yerda yashashni xohlamayman. O'zimning uyimni qaytarib beringlar.
Ha mayli, boshqa iloji yo'q, o'zimizni qo'lga olishimiz kerak. Umid qilamanki, bu videoga like bosasizlar va kanalga kommentariy bo'lasizlar. Bo'ldi do'stlar. Endi bu yerda mana o'tirib bemalol yashash mumkin. Nima kerak ijaraga uy olib bilmay, yo'q do'stlar, qaytarib beringlar. Uyimni qaytarmasanglar bo'lmaydi. Bu yerda yashashni istamayman. Nursin kartonli uy, axir men Grayson katta blogerman. Mayli. Bu kunlar hali o'tadi, ketadi. Men esa do'stlar ko'tarilib ketaman va qishloqdagi eng zo'r uy menda bo'ladi. Hozir bu yerdan yo'l ochib qo'yishimiz kerak. Mana do'stlar, endi bomj Graysonning uyiga kelishga shunday kichkinagina yo'l bor, bomjlarga mos. Mana bunaqangi tropinkadan kelish mumkin bo'ladi, yo'lakchadan. Xo'sh, yana nimalarni olishimiz mumkin? Bular bizga kerak emas. Matigani ishlatmasam kerak. Endi do'stlar, men fermer emasman. Shuni sotsak bo'ladi. Chunki matiga hozir menda temirdan va qo'limda turgan eng qimmat narsa. Прячь под глобусу, подо мной осыпаются взлетные полосы. Я